Sevinch Mo'minova. Bu ism men uchun shunchaki mo'jiza. Bu ismni qayerda, qachon eshitishimdan qat'iy nazar yuragim tez urib ketadi. Bu insonni Alloh yo'lida juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Sevinch Mo'minova men uchun ideal inson. Go'zallikda bu dunyoda Sevinch opamga yetadiganini ko'rmadim. Shunaqa ham chiroylisizki, esimni taniganimdan 5 yosh bola paytim sizni ilk bor konsertlaringizda ko'rib, farishtani ko'rgandek bo'lganman. Hali kechagidek esimda. Vaynli formalarda, chingale sochlaringizda konsert berganlaringiz. O'shanda atigi 5 yoshda edim. Hozirgidek esimda qanaqa mahliyo bo'lganim sizga. Yana eshitib yuring deb. Hayotim bir sonasi ham Sevinch Mo'minovani o'ylamay o'tmagan. Sevinch opam uchun hamma yaxshiliklarni so'rayman. Ular Alloh yaratgan mo'jizadirlar men uchun. Bunaqa inson 100 yillar, balki 1000 yillar tug'iladi. Bu narsa siz butun qalbim bilan yaxshi ko'raman. Ular sizni san'atingiz shunchaki beqiyos. Yoshimi, qarimi hamma ko'rib mahliyo bo'lib qoladi. Sizni ko'rganimdan beri o'ylayman, Allohim naqadar go'zal bu inson, naqadar go'zal qilib yaratgansan deb tasvirlasam so'z yetmaydi. Shunchaki chiroyli deb tasvirlashi o'zi ham kam. Har bir klip, konsert, intervyularingizni shu paytgacha qayta ko'raveraman. Hattoki qaysi daqiqasida nima deyishingiz, qanaqa harakat qilishlaringizgacha yod bo'lib ketgan. Allohga ming shukr aytaman sizni yaratgani uchun. Siz bu hayotda bor ekanligingiz uchun, sizni yaqindan ko'ra olganim uchun Allohga ming qatla shukr aytaman. Agar hayotingdagi qaysi kunga qaytishni xohlaysan deb so'rashganda, shubhasiz ilk bor sizni ko'rgan kunimni aytaman. O'sha kunning har bir daqiqasi kechagidek yodimda. Sizni kutib turarkanman, ishongim kelmagan. Hozir Sevinch Mo'minovani yaqindan ko'raman deb. Shunda yoningizga kirdim, xursandligimdan. Hozir eslab o'sha vaziyatda yig'lab yuborganman. Butun tanam titrab, ko'zlarimga ishongim kelmadi. Shu paytgacha hech qaysi voqeadan bunchalar o'zimni baxtli his qilmaganman. Necha kun, necha oy o'zimga ishonmay yurdim. Nahot men ularni ko'rdim. Ichimdagilar hech bo'lmasa 10 dan birini ayta oldim deb. Sizni chiroyliligingizdan hayratda qolganman. Har kun hayratga tushaman. Xuddi farishtani o'zisiz. Bir umr faxrlanib yashayman shunday insonning muxlisligimdan. Har bir harakatingiz, o'zingizni tutishingiz, sahnadagi harakatlaringiz, sho'x-shodorligingiz hammadan ajratib turadi. Hammadan ustun qilib turadi. Siz hayotingizda, ijodingizda nimadir ozgina bo'lsa-da yaxshi voqea eshitsam, xuddi o'zimni hayotimda bo'lgandek quvonib, xursand bo'lib yuraman. Allohim sizni yomon ko'zdan asrasin, yomon insonlardan uzoq tutishini, doim sog' omon bo'lishingizni tilayman. Faqat sizga yaxshiliklarni tilayman. Siz men uchun yer yuzidagi eng yaxshi insonsiz. Sizdek ideal inson ko'rmaganman. Hech qachon hayotimda bir insonga bu qadar mehr qo'ymaganman. Bu qadar bog'lanib qolmaganman. Umrimning bir soniyasi yo'qki, sizni o'ylamasdan, sizga yaxshilik tilamasdan o'tmaydi.